Hoji aka, bitta savol beraman. O'zbekistondagi bitta sahoba borlar O'zbekistonda. Qayerda va ismini aytib bersangiz bo'ladi. Hoji aka aytib sizga beraman. O'zbekistonda bitta sahoba bor. Ha. Qaysi viloyatda va ismlari? Bilmaysiz. Yo'q. Ishga yozilgan kabiga. Yo'q. O'zbekistondagi sahoba. O'zbekistonda bormi o sahoba? Bor-a? Yo'q, bor. Aniq bor. Hatto bu sahoba payg'ambar alayhisalomni dafnlariga qatnashgan. Yuvib payg'ambar alayhisalom qo'yganlar qabriga. Qaysi sahoba? Rasulullohga jiyan bo'ladi. Yo, siz oldingiz. Endi bu sheringizga berasiz. Samarqandliklar bormi ichimizda? Abbos basta. Voy, Samarqandliklar bormi ichimizda? Samarqandlikmi? Kim? Yo'q, Hoji Ahror Vali emas. Voy, O'zbekistonda bitta sahoba bor, xolos, shuni bilmasak uyat bo'ladi lekin. Maturidiy emas, Imom Buxoriy emas. Yo'q, u zoting bormi orqada? Yordam beray, Ibn Abbos. Boshini topaylik. Binnasa Ibn Abbos. Siz Abbosni o'zini aytyapsiz-da. Shohizindaga borganlar bormi? Shohizindada, oxirida o'ng qo'lda. To'xtanglar, savolni yangilaymiz. Lekin ma'lumotni aytib qo'yay. O'zbekistonda bitta sahoba Samarqandda Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu. Qusam ibn Abbos shohizindada zinadan oxiriga borasizlar, o'ng tarafdagi sahoba bitta sahoba borlar, Qusam ibn Abbos. Shohizinda deb turib o'sha sahobani aytadi o'zi asli. Shohizinda deb turib. Samarqandga borib nonini olib qaytib kelgan ekansizlar-da.